Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda uzun ko'ylak jononima ozor bermasan jonima chaqirganda kel yonima Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda Bugün borishimiz shartmidi, ruxsora? Bugün ishlarim bor edi. Shu ishlarni qilmoqchi edim. Bugun boramiz deb turib olganingizni qarang, siz hamchi. Oybek aka, adam to'satdan kelinglar deb qoldilar. Qana qilib Oybek akam vaqtlari yo'q, bormaymiz deb aytaman. Men shu dadingiz bilan chiqish olmadim-da. Endi baribir ana boshqalar aytadi-yu, dadajon deb yorishadi-yu, men dada deya olmayapman. Tilim kelishmay, olib borgan dadam yasham o'tib ketyapti. Oybek aka, ne unaqa deysiz? Adam bilan oyim sizni o'zini o'g'illaridek yaxshi ko'radi. Yo'q. Sinfdosh, haldan beri eshitib kelyapman, dada qaynota bunaqa, qaynota bunaqa deb kelyapsan. Qaynotani hurmat qilish kerak. O'zini dadasidek ko'rish kerak. Mana misol uchun men qaynotamni hurmat qilaman, dadajon deyman. 1-2 oy oldin ishlarim o'xshamasdan, hamma ishlarim orqaga ketgan payt Rossiyaga ketaman dedim, ishonasanmi? Biletlargacha olib qo'ygan kunimdan qaynotam, o'g'lim, bitta keling gap bor dedi. Shunda kirishimga yangi Nexus sovg'a bordi, ishonasanmi sinfdosh? Yo'q. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, nimasi yomon buni? Yegan og'iz uyaladi. O'shandan beri Xudoga shukr ishlarim yaxshi. Ertalabda qaynamni oldiga boraman, qaynamni ishga tashlab qo'yaman. Bo'sh paytimda Yandex qilaman. Kechqurun topgan pulimni qurtday sanab beraman qaynotamga. Nimasi yomon buni? Seni o'zlariga shopir qilib, mashinani arendaga berishibdi. O'zi qip-qizil turgandan bildim. Seni ham qaynotang mashina bersin, pushti bo'lsa ham minasan, Oybek. Bo'pti, ko'p gapirma, chekkaroqda to'xta. Yomon ko'p gapirasan-da. Pulini berarsan bu safar? Daftarga yozib qo'y. 10-daftarga yozdirishing, Oybek, bersang bo'lar. Ketayotganda ham olib ketasan. Bir yo'l daftar to'ldiramiz. Dadajoningnikidanmi? Ammo bu juda yaxshi. Balki yuzingizda yangi dvigatellar, yangi texnologiyalar. Qara ilohim, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, yoshlar qo'sha qarib baxtli bo'lsin, a? Allohu akbar. Bormisiz kuyov, kuyovsizmi deyiz? Uylandingiz shekilli, yo'q bo'lib ketdingiz, a? To'yga yetmadingiz ham, a? Yo'q. Har katta to'yxonaga bir kirganda sizni to'yingiz bo'lyapti, menimcha. Eslayapsizmi? Quda tarafdan borganlar orasida men ham bor edim, a? Yaxshimisiz? Qudam yaxshimilar? O'zimni kopiyam, a? Mo'ylo. Salomat ishvordi, salomat qo'yinglar. Oxir yetishdi-ya, salom. Yaxshi telefon qilib salom aytib qo'yishmabdi. Kelmasdingiz bo'lma. Salomat bo'lsin, sog' bo'lsin. Qizim yaxshimisiz siz? Yaxshi keldingizmi? Ana bor ekanlar-ku endi. Endi Ruxsoraxon dadamlar chaqirib qolishdi, srochniy bormasak bo'lmaydi, zarur ishlari bor ekan deganiga keldik. Va, shunga keluvdik. Zarur ishi ham eng zaruri bor-da. O'sha surpriz bo'ladiganidan bor. Zarur ish. Surprizga ham 3 ta sirligi bor-ku, super salon surprizga dan bor, surpriz. Hovliga yuringlar, surpriz dodasini ko'rsataman sizga. Yuring mana hovliga. Qizim. Qani yuringlar mana, orqa hovliga yuraverasizlar mana. Qale, kevring kuyov bola. Uchtasi. Ko'ryapsizmi? Changlari ham turibdi-da, hali zavodniki. Ko'ryapsizmi, arzimasi ham endi olib qo'yasiz surpriz. Shartmas, rahmat. Oling. Rahmat, chiroyli mashina ekan. Sabr, oling kuyov bola, oling. Endi noqulay menga to'g'ri. Oling buni. Derdim agar og'aynimga berayotgan bo'lganda, kuyovga beraman, shuning uchun oling. Endi noqulayda, endi qaynotasidan ham qulay, komfort.
ishxonangiz ham uzoqda-yu, Oybek aka. Maza qilib meni yurasiz, meni sartaroshxonalarga olib borasiz, oyijoningizni o'tbetlarga yurishlar chiqib olib borib kelasiz. Duo qilib, tagidan shamollar o'tib yursa yaxshilikka mening. Rahmat. Shunchalik e'tibor qilibsizlar, lekin men olmayman. Yo, minas. Yo, men o'zim mindirib qo'yaman minmasangiz agar. Yo'q, men olmayman. Minas. Men olmayman. O'zim eshigini ochib beraymi? Yo'q. Minas. Men olmayman. Men olmayman. Minasiz. Men olmayman. Minasiz. Men buni olib men olmayman. Tagidan shamollar o'tib yursin. Minas. Men o'zim mindirib qo'yaman xolasangiz. Xolasangiz men o'zim eshigini ochib. Voy. Nima, yomon tush ko'rdingizmi? Boydan beri minmayman deysiz. Nimani minmaysiz? G'ururni toptab tilla qilsa degan ishlar bo'layapti. Yaxshi ham tushim ekan. Yomon tush ko'rdingizmi? Yo'q deyman. Yo'q, kerak emas, shart emas deyapti. Yo'q, olasiz deyapti-da. Nimani? Endi g'ururimga to'g'ri kelmaydi-yu. Endi baribir tushga nimalar kirmaydi, Ruxsoraxon. Dadingiz bilan oyingiz menga mashina sovg'a qilishyapti. Olmayman deyapti, majburlab berishyapti-da. Voy, Oybek aka, oyim bilan adamsiga mashina sovg'a qilsalar bu nimasi yomon? Yaxshi-ku. Endi buni tushdalik yomon-da. Endi erkak kishi bo'lib turib, qaynotasidan mashina olmayman-ku. O'rtoqlarim nima deydi? Men sizga doim aytaman, shomda uxlamang deb. Mana, shomda uxlaganda oqibati. Oybek aka, ovqatsizdim. Yuring, ovqatlanamiz. Eshik taqilaganda bo'ldi. Mehmon keldimi? Turing, yuzingizni yuvib oling. Bo'pti, hozir chiqaman. Shunaqa ham tush bo'ladimi? Bachkana. Oybek, ancha charchabsan. Ertaga mashinani olasan. Sinfdoshlarning ichida gap so'z bo'lasan. Qaylating mashinasi qalay yuribdi degan. Shu gap senga kerakmi? Nima qilasan? G'ururingni to'kib, Oybek. Undan ko'ra peshkom yurganmi yaxshi. Xudo xolasa olasan, o'zingni dastingga bersin, Oybek. Gap so'zdan ko'ra shunisi yaxshi. O'zim olaman. Ilohim, tinchlik omonligini bersin, yoshlar qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Xudo yaxshimisiz? Rahmat, Xudo. Yaxshi keldinglarmi, Xudo? Shuni bir og'iz aytib kelsangiz, biz tayyorgarchilik qilamiz. Endi yomon bilintirmay kelasiz. Menga shunaqasi yoqadi. Ana nezaptni deydi, nima kutilmaganda. Nezapni bosish yaxshi ko'rasiz. Xudo kelishinglarni bilganimizda bundan chiroyli dasturxon qilardim. Sal xijolat bo'ldim men. Obora bo'lmaydi. Biz bir ro'yga keldik. To'g'ri. Qanaqa bir ro'zi yo'q. Yo'q. Hey, o'g'ling qanozi? Oybek aka, Ruxsora, tinchlikmi? Muncha shovqin? adam bilan oyim kelganlar. Nimaga kelishadi? O'zlari ko'rgani kelishganlar. Siz kiring, men ovqat olib kiraman. Kirib so'rashaman. Nimaga kelishadi? Shunda hozir Yo, bo'bla, qayoqda shuncha odamning to'da mehmon. Va alaykum assalom. Ko'rishinglar. Bormisiz? Ya. Iskira chiqib ketdi, iskira. Ala. Bo'bla, qoshmisan, qosh, qarang. Rahmat. Bormisiz? Yo, qizimni olib borib turinglar, qarindoshmiz, sizda bor-a, bu yo'q-a? Bitta oqibat qilib men boraman. Xudo bilasizmi? Ha, bilaman. Bilmayman. Novchi o'rganmaydi. Bu yoshlar endi shunaqa, bular telefonda xabar oladigan bo'lib ketgan. endi xijolat qilmang dadasi. Ha, mayli. Ovqat bu. Ana. Lekin shunaqa ovqatlarni qilib, tandirlarga nonlar yoparlar. Hali mototsiklda yuradigan dastavkachilar bor-ku, biz uydan olib ketib dastavka qilyapti butun Toshkentga. Chaqqondek qizim. Mana qani kelishinglarga. Faqat ovqat o'rgatgan ekan-sizda. Qani ovqat nima o'tayib turibsizlar, o'tiribsizlarmi? Ya, stop. Ovqatdan oldin surpriz bor. Qanaqa surpriz? Yo'q bola. Bang! Xudo. Yo'q.
Bu Nexia kaltimi yo Gentralimi? Nexia ishi. Malibu 2. Malibu? O kimga bu? Kuyovga. Bobla bu. Voy xudo. Ovoragarchilik. Endi Lekin o'zbek xalq maqoli bor. Berganda ol, urganda qoch deydi. Toppa to'g'ri. Ana bobla bu? Bitta mashina bilan o'g'ilni tortga ketyapsiz. Meni ko'rdingizmi kuyov bola? Meni ko'rish kerakmi? Xo'p, nima bo'ldi bemorga? Bir mashinani kaltini ko'rib hushdan ketib qoldi, Malibuni kaltini Voy ko'rib. xudoja, mashinaga emasdir, endi kaltga emasdir, menimcha. Aniq o'shanga. Shu bo'lmasdi, bolam ham yotmasdi. Ya bundan emas, menimcha ana ot go'shili ovqat keldi shu. Ya u ovqatdan hali hech kim tatib ko'rgani ham yo'q-ku. Qudat Malibuni kalitini qo'yib turib tashlab, hidiga yiqiladigan bola emas bu. Qudat siz hozir menda ayb Mana shu kaltga bo'ldi. Mana shu pultga bo'ldi. Hech Qudayi. ot qo'shiga bo'lgani yo'q. Aytdimmi, Spark Malibuni yuragi ko'tarmaydi bu bola. Nima demoqchisiz hozir? Mani o'g'lim nima Malibu ko'rmaganmi shunda? Birpas jim turinglar. Bemorni bemalol tekshirib oling. Uzr doktor, uzr. Qaroring yaxshilab tekshiring, faqat iltimos. Yo'q, unchalik emas-da. Dadasi. Zavodda olib keldingmish. Bu mashina zavoddan chiqmay qo'yganiga 2 yil bo'ldi. Qanaqa zavod? Ey xudo. Xotiningizga ayting, zavoddan deganim yo'q. Salondan dedim. Probegini ham borib tekshirib ko'rsang, dadasi ko'chib turibdi. Au, probegini orqaga qaytarish hozir ish emas. Qo'ychi ayol xudo. Menga qarang, xotiningiz chekagini o'chiring. Men o'chirar ekanman, rostini aytyapti, ko'chingcha ko'ring. Qo'lingizdan kelsa o'chiring deyapti. Xudo noto'g'ri gapirgan yo'q, meni ham xotinim. To'g'ri gap bo'lyapti. Birpas jim tursanglar-chi. Baqir chaqiringlardan tomir urishni eshitmayapman. Yaxshilab eshiting, yaxshilab. Olib ketsam qutulib. Yaxshi ekanmi doktor? Yaxshi. Xo'p. Bemorda ruhiy zarba bo'lgan. Bemorga tinchlik kerak. Dam olsa o'ziga. Hamma uyiga. Sen qol bering ol dedi. Sekin to'g'ri boringlar. Kuzataman. Kuzatmaysiz, keyin minnat qilasizmi? Men kuzatganim shu shunaqa bo'ldi o'g'lim deb. Agar kuzatmasam, men qutamga borganda kuzatmagan deysizmi? Tavba qildim. Meni qilganimda. Razvob keldingizmi? Tashab ketish yo'ldan chiqib ko'ring mashinani oldi nomerlariga jannatim kuyovim deb yozdirib olib kelganman. Yozasizmi shundan kuyovingiz bo'lgansiz? Qoshini qarang, qoshini yozmali. Ko'rgin. Yotishini qarang jannatim. Kerak emas menga. Yuring, kuzataman. Yig'lamang. Eringizga qarang, hammasi yaxshi. Malibuda doktorga borib kelaman. Oybek aka, nima bo'ldi sizga? Restoranda men ovqatlanganimda baribir uyga kelib ovqat yemasang to'y
nima qilyapsan? Nima qilyapsan deyapman, tur ovqat qil, qorin tatalab ketdi. Hey. Ovqat yeylik deyapman. voy adasi qo'rqitib yubordingiz-ku. Nima qilyapsan? O'tirib olib nima qilib? Hindlarga o'xshab. voy men siz ana Maharaji Patanjali deb o'ylayman. Patanjali? Patanjali. Kim u Patanjali? U yogani otasi bo'ladi, dadasi. Men bo'bla-bo'mda otasiman, qorni ochib ketdi deyapman, shildirab. Bu narsa qilsangchi, yo senmi yo keliningmi, kir? Yo'q, dadasi, men bugundan boshlab ovqat yemayman. Men yoga bilan shug'ullanyapman. Ochlik qilish kerak. Meditatsiya davrida ovqatlanib bo'lmaydi, dadasi. Ana qozonda ovqat tayyor turibdi. Shunda kirasiz, shunda suzasiz, shunda yeb olasiz. Xo'p deng, dadasi. Sen yemaysan ovqat? Voy adasi, men bugundan boshlab toza havo bilan quyoshdan nafas olib oziqlanaman. Solnishli batareya bo'lib qolsanda, ish qilib solnishli batareyaga o'xshab 6 oydan keyin ishib ketmaysanmi? Yo'q, Zarab dadasi. ketdi-ku. Yo'q, dadasi, bu rosa ham yaxshi narsa. Keling-da, bunda o'tiring mana. Hozir o'zingiz ham ko'rasiz. Bunda o'tiring-da hozir. Ya qo'ygina meni bunaqa ishlarga aralashtirma. Keling, juda ham oson, juda ham oson. Nima qilaman? Men ham shug'ullanaman. Shug'ullanasiz. Men tafakkurim surujirasan. Oyog'ingizni cho'zasiz. Patanjali kelamkin? Mana uni bittasini taqib olasizmi? Nimaga? Chunki hozir shug'ullanganingizda muzika bilan shug'ullanish kerak. Muzika bilan shug'ullanarman. Men muzika bilan faqat bitta ishni qilaman. Voy adasi, keling shu bitta quloqchini sizga beray, eshiting. Bir balolarni boshlab yurasan. Hozir sizga zo'r musiqa eshitiladi. Eshitilyapti. Ha, oyog'imizni cho'zamiz, birlashtirasiz, ko'zingizni yuming. Qo'limizni uchini oyog'imizni uchiga tekkizamiz. Ya, menda tegmaydi. Tegadi. Yo'q, tegadi. Qarang, ha. Qani ketdik. Dadasi, nima qilyapsiz? Yaxshi, hech kim yo'q edi. Bo'ldi. Tegadi ma'lum. Tavba qildim. Ha, endi men nima qilay? Teg'anim yo'q-ku, ko'rding-ku, endi kuchlanish bo'lyapti-da. Fizikani ham bilasanmi? Qarang, ko'zingizni yumasiz. Hozir oyog'imiz uchiga qo'limizni uchini tekkizamiz. Hozir qulog'ingizga yoga avliyosini ovozi eshitiladi. Mengami? Ha, qani. Ha, ketdik. Ana, eshitdingizmi? Qonning g'ildirganini eshitdim. G'ildir qilib qori ochligidan. Qanaqa avliyoni oti? Ovozi. Qani, ketdik. Dadasi, bo'shashmang endi. Xo'p, endi chap oyog'ingizni o'zingizga yaqinlashtirasiz. Ha, endi ko'taramiz. Ko'taramiz. Va sekin chap yelkamizni orqasiga olib o'tamiz oyog'imizni. Ha, ko'taring. Oyog'imizni chap yelkamizni orqasiga olib o'tishimiz. Meni oyog'im shu yoqqa chiqadi deb senga kim aytdi? Men qarashaman. Hozir to'xtang. Ozgina. Qani, to'xtang. Patanjalida iltimos qiladigan. Tort. Voy o'lmasam. Voy adasi o'zingizga keling. Patanjalida voy bela. Aylanay, o'zim aylanib ketdi ya. Voy sal qoldi ya. Sal qoldi ya. Sal qolmadi, sal o'tib ketdi. Voy aylanib ketdi. Oyog'ingizni cho'zing, adasi. Dema. Voy, sekin, ehtiyot bo'ling. Oybek! Oybek, skori chaqir. Voy o'lmasam, tura olasizmi? O'zim o'rgili aylanib ketdi, do'mbog'im. Ozmasangiz ham roziman. Turing dedim. Patanjali. Voy, o'zim. Dema, sekin. Sekin. Voy xudoyim. Xonamiz qayoqda edi? Bu yoqdami? Men o'zim Sekin, tura olasizmi? Qani, ha, Patanjali. Patanjali. Voy aylanay, voy belim. Ha, yo'q endi. Buncha og'irsiz. Ramani ham qiyshaytirdi. Doyma. Voy, belimni ham uzib yubordingiz-a? Eshikni ushlab, ha? Qaytamiz, ko'zim oldi qorong'ilashib ketyapti. Uydamiz, dadasi, uydamiz. 2 qadamdan keyin chapga. 2 qadamdan keyin 1, 2, endi chapga, dadasi. Men hech qachon hayotimda chapga yurmaganman, onasi.
meni mazam yo'qligidan foydalanib o'zingcha bir anaqa qilmagin. Dadasi, bu safar o'zim aytyapman. Bo'laveradi bir safarga. Chapga. Chapga. Voy o'zimmi jonim. Voy o'zimmi polvonim. Voy o'zimmi polvonim. Ustimdan kulyapsan a? Voy endi vahima qilmang, adasi. Yaxshisiz-ku qo'ying. Kel, o'tiring. Shoshmang. Sekin o'tiramiz. To'xtang. Voy belim, voy shoshmay turing. Voy aylanib keting. Sizni Meni belim. Sizni o'zingiz ham og'irligingiz uncha ayolni belini sindirib yuboradi-da, dadasi. Shuncha yil sinmasdan yashading-ku. Yaxshimi? Kel, sekin. Yo, aynan. Voy qo'ying, dadasi o'zi. Ayog'im bo'lib tutolmayapman belim. Voy. Dadajoningiz, bor yo'g'i oyog'ingizni tomir tortishdi xolos. Bo'yningizni boylatib olganingizni qarang. Bolalaringiz qo'rqadi hozir ko'rib endi. Oyog'imni tomiri bor-ku, bo'ynimgacha beryapti. Yo'q-e. Voy. Dadasi. Yaxshimisiz? Yomon bo'lyapti. Oybek. Ey, chaqirma. Doim. O'g'lingga ota kerak emas, xotin kerak. Kelmaydi baribir. Yaramni yengilamay qo'ying. Xudo. Oybek. Bu yoqqa qaramaysanmi? Voy, nima bo'ldi, ona? Yaxshimi qo'yib yubordim. Iye, dada. Oybek, qayerda yuribsan, ha? Nima qildi? Tavba. Voy, silkinib ketdi, dadan yiqilganda, sen bilmadingmi? Tavba. Nima bo'ldi? Shunchalik bilmadingmi? Sekin, tayva. Shunchalik O'tqam sindi shekilli. Voy, menga qarada jarsan. Quyoshdan zaryad olayotgandik. Nimadir bo'ldi, ko'zimni oldi, chiraq ketdi. Bo'yningizga nima qildi, dada? Shu tomirim bo'ynimgacha beryapti, yomon bo'lyapti. Ha, mana yerda yoga qilyapti-dek. Istimaman bor shekilli. Voy, yo'q. 39.9 qara o'lcha. Ha, yo'q. Suv ichasizmi, choy ichasizmi? Qo'lini bunday qo'yib qayerdan biladi? Bu ona qo'qonli tabibmi bittada biladigan. Borib, tabametr olib-chiq, qanaqa metr. O'lchab qo'ltiqqa tiqadigan olib-chiq. Bo'ldi. Ey dadasi. Mazam yo'q, choy. Ha, choymi? Choy. Kelin. Labiyojon. Tez choy olib keling. Ha, hozir. Xo'p. Hozir qo'yib yuboradi. Hech bo'lmasa bog'im og'riq deb turish. Bom og'riq. Yo'q og'riq. Yana hazillashadi. Sekin. Voy, Issiq emasmi? yo'q. Yaxshi emas. Yo'q, issiq emas. Qani, iching-chi mana. Ha? Voy, o'lmasam. Ha? Issiq ekan-ku. Voy, issiq emas dadasi. Meni bir kun o'ldirib keyin qutulasanlar senlar. Issiqligini ham aytmaydi Voy, bular. sekin tortishib qoladi. Sekin oyog'ingiz tortishadi, adasi. Voy, xudoyim-ey. Rusora, kallangiz joyidami? Issiq choy desangiz bo'lmaydimi? Dadani kuydirdingiz. Dada! Men qayerdan bilaman burada ishlarini? Yana men turmanmi? Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda jon quloqdan tinglasaydi man gapirganda uzun ko'ylak jononima ozor bermasan jonima chaqirganda kel yonima Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda